Naqd $3000 oshuv pulga 8 ta qiz o'tirdi desam ishonasizlarmi? Qizlar, bunaqa pulga o'tirish uchun nima ish qilish kerak? Yetmaganiga hamma bozorliklar Aliskidan kelsa, aytgancha hamma bilgan Snell Lavkadan zo'r aksiya bor. Ko'rib turgan saryog'inglar 29900 so'mdan edi. 6-iyundan boshlab 19900 so'mga tushirildi. Ishimiz barakali bo'lsin deb biz ham ertalabdan ishlarni boshlab yubordik. Stolga axir jimni sangi narsalardan qo'ymasdan takoy qizlab stol qilib bering deyishdi. Shotini bo'lsa oxirida bitta qilib yozib yuborasiz deb aytishdi. Bunaqa gaplar quloqga sevimli eshitiladi-yu. Qizlarimiz o'tirishligiga stolga har bittasiga porsiyonni kira berdik. Aytgancha sizlar gruzinskiy nataxtarini ichib ko'rganmisizlar? Suvlardan bo'lsa tasaydan yaxshisini topolmadik. Porsiyonni 2 xil ikramdan tayyor. Endi buni stolga qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Quyosh chiqar jiz-jiz, ikkita asal distirs endi mana davomman. Sizlarda ham shu trend boshlarda aylanyaptimi? Gap bilan bo'lib stol tayyor bo'lib qolganini ham bilmay qolman. Mehmonlarimiz kelib o'tirishdi. Endi bo'lsa somsa maxitalarga harakat qilsak ham bo'ladi. Salatlarga bo'lsa porsiyonni notli salat ketadi-yu. Ishimizni sifati yo'qotgan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Ketidan to'g'ri meksikanskiy salat ham ketdi. Stolga qoraytirib qo'yib qo'yishdan ko'ra porsiyonni berishni tavsiya qilaman. Yarimtadan til sho'rva zarar qilmaydi. Aytgancha orada uchinchi krutka ham berdik. Sousiga bo'lsa smorodinadan yaxshisi yo'q. Qizlar, sizlarning ham shunaqa puli ko'p, o'zini sevadigan dugonanglar bormi? Kommentariyalarda uni atmetga qilib qo'yinglar. Milliylikdan uzoqlashmaylik deb orada mantini ham berib yubordik. Undan keyin mendalonga harakat. Erkaklar mehmondorchiligi borsa, bitta somsa, bitta sho'rva bilan qoniqishadi. Rostdan ham qizlar, nima ko'p ovqat yeysizlar? Shuncha yesanglar semirmaysizlar. Buni siri nimada? Medaliondan keyin lasosga o'tdik. Lasos oldiga boshqacha bo'lsa-da, muzdekina limonli jile berdi. Shuncha ovqatdan keyin haydalish kuyiga bitta desert bo'lsin deb qolishdi. Desertdan keyin ishimizni tugatdik. Hammaga xayr.